Bugun siz bilan 2026 yilgi Chevrolet Equinox avtomobilining eng so'nggi texnik xususiyatlari va imkoniyatlarini ko'rib chiqamiz. Ushbu yangi model zamonaviy dizayn, ilg'or texnologiyalar va qulaylikni birlashtirgan holda taqdim etilgan. Chevrolet Equinox o'z sinfidagi eng raqobatbardosh va ishonchli SUVlardan biri sifatida e'tirof etiladi. Avtomobilning tashqi ko'rinishi jozibali va aerodinamik chiziqlar bilan ajralib turadi. Bu nafaqat ko'rkamlik, balki yo'lga chidamlilikni ham ta'minlaydi. Yangi Equinox 2026 modeli bir nechta rang variantlari bilan taklif etiladi. Shuningdek, yorqin LED bosh chiroqlari va zamonaviy stop chiroqlari bilan jihozlangan. Avtomobilning shassi va tanasi yuqori sifatli materiallardan ishlab chiqilgan bo'lib, xavfsizlik va mustahkamlik darajasini oshiradi. Ichki dizaynga e'tibor qaratadigan bo'lsak, Chevrolet Equinox 2026 yili keng va qulay salon bilan ajralib turadi. Ichki qismda yuqori sifatli materiallar, yumshoq o'rindiqlar va ergonomik boshqaruv elementi mavjud. Avtomobil ichidagi o'rindiqlar uzoq yo'l uchun ham qulaylikni ta'minlaydi. Multimedia tizimi va interaktiv sensorli ekran haydovchi va yo'lovchilar uchun barcha funksiyalarni oson boshqarish imkonini beradi. 2026 Equinox modeli Apple CarPlay va Android Auto kabi zamonaviy integratsiya imkoniyatlariga ega bo'lib, smartfoningizni avtomobil tizimi bilan bog'lashni osonlashtiradi. Shuningdek, avtomobilning audio tizimi yuqori sifatli ovoz bilan sizning sayohatingizni yanada maroqli qiladi. Texnik jihatdan 2026 Chevrolet Equinox bir nechta motor variantlariga ega. Avtomobil 5 litrdan 2 litrgacha bo'lgan turbo dvigatellarga ega bo'lib, yoqilg'i tejamkorligi va kuchli ishlashni birlashtiradi. Shuningdek, avtomatik transmissiya va ilg'or haydovchilik tizimlari haydovchiga maksimal qulaylikni ta'minlaydi. Equinoxning barcha g'ildirakli drive variantlari yo'l sharoitiga qarab optimal nazoratni beradi va xavfsiz haydashni kafolatlaydi. Avtomobilning suspenziya tizimi yo'l sathidagi